Lazeram bitmedi bu. Izi çolaşıp turibdi. Bastыңmı? Do'stlar, hammaga salom. Navbatdagi stanoklar bitib turibdi. Hozir obxatga bu. Kun mobaynida shunday ishlatib qo'yamiz. Nav kamchiligi bo'lsa shu yerda chiqadi, nima ham bo'ladi. Motorlarni qizishini tekshiramiz. Motorlar qizmay turibdi. Mexanikasini tekshiramiz. Shikmi? Bu yerda elektronikani tekshiramiz. Toklarni, напряжение, hamma narsani tekshiramiz. Tushib chiqishini, boshqasini. Hozir bu stanok tayyor. Bu yerda yana bittasi tayyor bo'lib turibdi. Mushuk ham ochibdi o'xshaydi. Hozir 2 soat oldi yuvarib ko'pmiz. Yana bir 2 soat yuvaramiz. Keyin ishlatib ko'rsak bo'ladi. Klientga taqdim etsak bo'ladi. Bu stanokni komplekti shunday bo'ladi. O'rtada list qo'yadan отдельный bo'ladi. Buna demaydi, hech yerdan kassatsiya etmaydi. Bu yerda keyin 2 motor общий, miyasi, kabellar, keyin driverlar ichida bo'ladi. Programmasi fleshga bo'ladi komplektda. Keyin komplektda yana pult bo'ladi bunda. Pult ishlab turibdi. Pult qo'shib beriladi. Oстановка qilish mumkin, yuritish mumkin. Pult ishlab turibdi. Keyin yana nima deymiz biz stanok haqida? Stanok eng oddiy qilib ishlangan, ya'ni buzilishi qiyin mana. Mexanikasi shu relsi bor bir yonida, yaraqaga. Yerda bir yerinde relis bor. Ayam tarafını ko'rsatib, ham tarafında relis yo'q. Lekin ikki tarafından remen bor. Shuni hisobidan bunday geometriyasi o'zgarmaydi. Keyin X, Y o'qda bir dona relis bor, bir dona remen bor yuritish uchun. Bu qo'zg'almaydi bu. Mustahkamligi yaxshi. Nima uchun desa, bunday sodda qilinganining sababi bu ishini ko'tarib yurib bilsa bo'ldi. U yechiradi demaydi, nagruska ham tushmaydi, hech narsa bo'lmaydi bu narsalarga. Xo'sh. Mexanikasi shunday oddiy qilib ishlandi. Ham bu yerda uzoqqa ketadigan bo'lsa, bu yerda yana yozdiriladi. Stol yozdiriladi, 4 ponti. Bu profil olinadi, bu profil olinadi. Bu hammasi yig'nalardan kichkina labog' ham sig'ib ketaveradi. Keyin borgandan keyin yana shunday kuralib turadidan, yani urvina qo'yib, 4 yeridan svarka etiladidan mahkama qilib qo'yilaveradi. Hozir yana kuzda oxirgi oyi, salqin hozir g'idit 15 gradus. Shundan 1 gradus, minus 5 gradusda ishlaydi bu apparat. Plazmarezda o'zi ishlasa bo'ldi. Bu yuraveradi. Remenlar uncha qatmaydi. Keyin beda miyasi. Beda miyasi bo'ladi. Beda miyalarni o'rgatish hamma narsa ichida. Borib, endi yaqin bo'lsa borib ustanovka qilib beraman. Uzoq bo'lsa shu galasizlar olib ketasizlar. Buni bahosini bu yerda 1-2sini qo'yibman. Mana ko'rsat. Buni bahosini 30 milliondan qo'yibman. Skidka baho. Kuzga aksiya bo'ladi. Qishga keyin yana boshqa variantlar bo'ladi. Bunda двойной relsli variantimiz bor. U sal qimmat bo'ladi. 2 motor bo'ladi unda. Usti sal boshqacha bo'ladi. Arga turgan lazer uchun ishlab qo'yibman. Endi u lazer istochnik kelmay turibdi. Shunga ozgina vaqt cho'zilib turibdi. Endi Arianda yana bir stanok bor. U dim arzon bo'ladi. Asosiy bu 1,5 metr, 3 metr kasadan plazmarez eng optimal variant bo'lib turibdi. Shu yaxshi. Xo'sh, tokni elektr tokini dim kam sarf qiladi. Bunda hozir 100 watt, 200 wattdan 2 dona blok pitaniya va где-то bir 300 watt, 200-300 watt tok sarf qiladi. Bu kuni bilan yurib tursam hech narsa tok sarf qilmaydi. Hozir 1 yil oldi shu sistemada sotilib turibdi. Hali
Bu yerda problema chiqqani, endi bu remenni dim taranglab qo'yadilar. Ana shu vaqti remen cho'zilishi mumkin bu yerda. Atak boshqa vaqti remen ошибка bermaydi. Remen ham qimmat narsa emas. Keyin relsni ortib yog'lab tursa bo'ldi. Bu uncha-munchada ketmaydi. Menga nagruzka tushib turgani yo'q. Shu gaplar hozircha mana ikkisini qo'ydim. Ma'qul bo'lsa kelib ko'rib xarid etib ketishingiz mumkin. Xizmatdamiz O'zbekiston bo'yicha. Rahmat.